Sochni qanaqa qilib olamiz ukam? Aka sochimni Ronaldonikiga o'xshab olib qo'ying. Yo, sochni ola olmayman men. Basharani nima qilamiz basharani? Aka soch kepkani yechmasdan oling, xo'pmi? Qanaqa qo'shib qo'ying ukam? Biyagi, guf, tupak qaysini eshitasan? Sarvar Komil iloji bormi? Sana ularni yaxshi ko'rasanmi? Tepingizga kiraman desam, dadam qassob bo'lasan deyapti. Men qassob bo'la olmayman, to'g'risi qondan qo'rqaman. Aka, men o'z Toshkentda qimmat barber shoplarda olib yuraman de $100 ga. Yo'q. Siz nech pulga olasiz? Mana shu 60 ming. Uncha qimmat, siz arzonlashtiraylik. 25 mingga oling. Yuvishingiz ham shart emas, uyda yuvib kelganman. Aka, bir kunda qancha topasiz? Shunda bir oyda qancha topasiz? Bir yilda qancha topasiz? Bunga qarang, bu yog'ini 0 da olasiz-da. Bu yog'ini 0.3 sm qilib olasiz-da. Bu yog'i 0.5 bo'lishi kerak. Tushundim. Mana buni ushlab turing. Qaqa? Ben uydan anaqa santimetr olib keldik, o'lchaymiz. Ya xayriyat, yo'qoldingizmi? Qanaqa olamiz? Aka, Realmi, Barsami? Конечно, Barsa. Nima?